Assalomu alaykum jamoat. Bugun 21-aprel mı? Lenin yolda Ulanqodirdan Dakan liniya ekan. 5 yosh ekan. 2 oydan beri turadigan bitta oyi oz men ko'rganda to'rtta taqasi yo'q ekan. O'ta qursh ekan. Liniya Dakan liniyasida yeterli dalil bor ekan, qarab qo'ying. 2 oydan beri turib qolgan ekan. Ko'p qiynaylar qo'yildi. Boy men ko'z chamamda metr qolib qoldirdi. 55 dan oshiqroq. Bu yoqqa ildiga bir qo'sh. Aqchasi 210 ming so'm ekan. O'ta chasirag'an narsa ekan bu. Sim degan, jin degan. Xudo xohlasa chiqqanda sotiladi bu. Barakasini bersin. So'nardi bersin. Hozir Ulanqodirning nomerini qo'yib qo'yim. Ulanqodir men baylanishamiz. Ulanqodir sodaga o'ta yengil adam, zo'r adam. Bozor shularda olsa-dile, bir yerdan atab kelsa-dile soda qilsang, kishine foydasini bersang, beraveradigan adam. Bunday sodagar topmaysizlar. Ulanqodir qaraganda men daha sal qatuvlik qilib qo'ysam kerak sodaga. Ajin. Tamam, savker degan shu bo'l. Qov qo'ychi bir. Soda bersin.